Har bir ayol ogoh bo'lishi kerak. Agar erkak sizni deb onasidan yuz o'girsa, otasining duosidan voz kechsa, jigarlaridan uzoqlashsa, bu xursand bo'ladigan holat emas. Aksincha, yig'laydigan holat bu. Sizni deb onasiga orqa o'girgan erkakni qahramon deb bilmang. Uni o'z nafsiga xizmat qiluvchi deb biling. Onamni hurmat qil desa, xursand bo'ling. Otamni duosini ol degan erkakni etagini mahkam tuting. Ertaga sizni o'g'lingiz ham sizni boshida ko'taradi. Ot o'rnini toy bosadi-ku axir. Shunday ekan, hech bir ayol bu holatga ko'z yummasin. Bugun ota-onasini unutgan erkak ertaga sizdan ham bemalol yengilgina kechadi qo'yadi. U vaqti kelib sizga ham ana o'sha ishni qiladi. Ishoning, oson kechadi sizdan. Onasini hurmat qilgan erkak ayolini qadrlaydi.